Ko'cha ham sovuq. Biz hozir magazinga kirib chips bilan olib chiqmoqchimiz. Ha, men ham otishaman. Chips bilan olib chiqmoqchimiz. Bugun hozir banditlar. Qanaqa banditlar? Ketyapman. Bandit qayerdan keldi? Men urma. Banditman. Uryapti. Bandit. O'laman hozir. Do'stim, yordam ber. Bandit, hozir o'laman. O'ldir, do'stim. Qayerdan keldi banditlar? Ali bandit aka. Qayerdan keldi banditlar? Bilmayman. 45 dakika. Do'stim, hozir yordam beraman. Qolmadimi? Eshikimiz tagida ikkita bor ekan. Voy, yana banditlar kelyapti. Ana shularni kuningni ko'rsatamiz. O'zingni kuningni ko'rsatamiz. Yur uyga. Mana meraga kelgan tegyapti bandit. Bu akaga tegma. Yur uyga kir, keyin olamiz chipsini. Chiq. Yo'q. Aka, nima sizlarga bir yangiligim bordi. Shu yangilikda ham bizda shu banditlar. Nima deysan? Bu aka yangi ishchi kelibdi, u ishchi kelibdi, bizga qadrdon edi endi. Nima deysan? Cho'zmasdan gapir tezroq. Aka, sizga ish balo qilmagan banditlar? Yo'q, menga ish balo qilgan yo'q. Ha, bo'pti. O'rtoq, men banchaga ketyapman. Banchaga? Oyog'im yomon og'riyapti. Bolalar aytgancha yana bir yangiligimiz bor. Bizda bancha, yangi dars joylar qurildi. Bundaqa suvetli joylar. Yo'q edi-yu, o'tgan ko'rganlaring bilib olasizlar. Puling bormi? Pulim yo'q ekan. Uydan ozgincha ana bir balo olmasam bo'lmaydi. Qornim chiqib ketdi magazindan. O'zi qornim chiqib ketdi. Skelet urmay o'zi. O'zi jadolmen banditlar men o'ldiradi. Magazindan oltin olma olib yeb ol. Pulim yo'q. Menda pul bor. Pulimiz ham tugab boryapti bolalar. Yaqinda biz bomba chiqarlanamiz. Kvartirani ham pulini berib qo'yish kerak. Ana aka so'rab yotibdi. Kvartirani pulni bersalar beringlar tez-tez. O'zim chiqarib olaman. Bo'pti aka. Beramiz siz kvartirani pulini. Pulimiz ham kam qolyapti, lekin menda ozgincha pul bo'ldi. Mana yetilmaganida yuribdi. Bu yerda aka qanday sol, men bitta narsa ol. Menga oltin olma kerak, mevalar. O'rtog'imga ham olishim kerak. Telefonim oldimda emas, telefon qilasan. 2 oltin ol, 3 olay mayli. Aka, 3 oltin olma necha ming bo'ladi? 3 oltin olma $20 bo'ladi. Rahmat. Metroda ham borib o'tiribman, o'zim piyoda bo'lib. Doktorxonaga ketyapti shekilli. Mana doktorxonada bo'lsa kerak. Bitta mana shu yerda ekan do'stim. Doktorxonada. O'ldirardi
portlatgan. Qancha tuzalib qoldi. Odusini olib portla. Shahardagi men shunaqa bo'lgan tirik berib portlatdim. Men o'zim bittoldim bo'ldi. Sandig'imga solib qo'yki. O do'stim, mana senga oldin olma bitta shifoxonaga yotqizib qo'yishdimi? Bularni kim berdi, sotib oldingmi? Yo'q, o'zim qayerdan oldim? Noningdan biroz yey. Ay, u kasalxonaniki yaxshi emas. Ana u hidi g'alati, menga yoqmaydi. Yaxshi magazindan sotib olaman. Do'stim, qachon chiqalardikan seni? Hozir chiqadan aka chiqaman. Bu kun ham yaxshi bo'lmayapti. Banditlar hujum qilib hammamizni yaralashib ketishdi. Maktabimiz hamda vitrlar tozalab yuribdi farroshlar. Restoranga kirib chiqay. O'rtoq, qorning ochmi? Men restoranga kirib ovqatlanib chiqay. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanlang ovqat. Bu yerda men sho'rva ichaman va uchta bandit. ozgina masxara bozorni olaman. Rahmat aka, pul necha ming? 5 ta izmut. 5 ta izurut bo'ladi, to'g'ri? Ha, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Do'stimga nima bo'lyapti? Yana banditlar ekan. Alo, o'rtoq, menga banditlar hujum qilyapti. Alo, hozir. Hop boraman do'stim, yana banditlarmi? Tinch qo'ymaydiganlar bu banditlar. O'zi bizda hamma yo'g'imiz yaraladi. Men ham kasalxonaga yotib chiqishim kerak. Bandit! Ma senga, mana bandit. Ma kerakmi? Ma olib qo'y. Men kamonot chiqay, madinda qayerga bo'lsam. Pul berardim. Ma bandit, ol. Bolalar ishda olishimiz kerak. Shunaqa magazin pulimiz ham tugab boryapti. Chunki voy, ikkita bandit kelyapti. Ma do'stim, tez tortki. Kamon qolmabdi magazinda. Ma senga bandit. Banditlar qolmadi menimcha. Tez ovqatimni aytga kirib yeb olay. Zo'mbi go'shtlari ham menga tushib qolibdi. Bu yoqdan kiradi shekilli, mana bu yerdan. Nejitlar ham o'tiribdi, choy ichib. Bu yerga o'tirib yeb olay. Yo'q, bu banditlar tugamaydi. Sho'rva ichib olay. Buni keyin beraman. Bolalar, ikkinchi qismi chiqish uchun like va obuna bo'lib qo'ying. Biz 100 taga yetib qoldik.